Dasturimiz davom etadi. Navbatdagi lavhamiz qahramoni bugun o'z qobiliyatlarini qadrlamasdan, yoshligini, kuch-quvvatini xoyu havaslarga almashayotgan ayrim yoshlarga o'rnak bo'lsa ajab emas. Kam sonli kishilarda uchraydigan Werner sindromidan aziyat chekayotgan Muhammad Manopov qo'li gul zargarlardan. Muxbirimiz Dilobar Xoliqova taqdir sinovlari irodasini buka olmagan zargar yigitning xonadonida bo'ldi. Bir yoshligimdan o'sha orqada qolishni boshlaganman, shu kasallik orqasidan. Teralarim go'sht yegmaydi. Muhammadjon Mannopov hozirda 37 yoshda. Bolaligidan Werner sindromi tashxisi qo'yilgan bugungi qahramonimiz taqdir inom etgan kasallik sinoviga qaramasdan hayotda o'z o'rnini topishga urindi. Hayotda tushkunlikka tushib qolmasdan hamma xatori maktabda o'qiganman. Aql hushim joyida bo'lgan. Milliy hunarmandchilik kasb-hunar kollejiga o'qishga kirganman. Zargarlik fakultetiga. Muhammadjon ham hozirda 15 yillik tajribaga ega mohir zargar. Birinchi uyda o'zim bitta stol olib, shunaqa ishni o'rganganman. Shu sekin-sekin instrumentlarimni yig'ib, shu kasbni rivojlantirganman. Men o'zimni hech qachon kasal his qilmaganman. Oddiy odamlardan ozgina farqim bordir, lekin ular qilgan ishlarni men ham bajara olaman. Kasalligim bunga bahona bo'la olmaydi, deya ta'kidladi bugungi qahramonimiz suhbatimiz davomida. Kichkinaligimda sinfdoshlarim ustidan kulardi. Keyin hozir ko'rib o'zimga o'shalar do'st bo'lib faxrlanadi. Hunariga mehr qo'ygan zargarning hozirda mo'jazgina ustaxonasi bor. Shuningdek, 2011-yildan beri O'rta Chirchiq tumani Hunarmandlar uyushmasining a'zosi bo'lib faoliyat yuritib kelmoqda. Farzandning har bir yutuqlaridan chin dildan quvonadigan zot bu onadir. O'g'lining zargar bo'lib jamiyatda o'z o'rnini topganidan benihoya shod bo'lgan mamlakat ayaning bugun ko'zlari quvonchdan porlab turibdi. Men aytaman, qanaqadir bir sog'lom bola ham ishsiz yuribdi. Shunga ham shukr qil. Institutda o'qimadim deydi. Institutga kirgim kelyapti deydi-da. Maktabda hunaring bor, qo'y nima qilasan? Mashinalar oldi, o'zi harakat qildi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bugungi zargar qahramonimiz hayotda 4 muchasi sog' bo'la turib, vaqtini behuda ishlarga sarflayotgan ayrim insonlarga har tomonlama o'rnak bo'la oladi.